Do'stlar, Inter Miami Leo Messi bilan birga PSJga qarshi jang olib boradi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatini 1/8 finalida. Va savol shundaki, bugun o'zi aslida Lionel Messini qilgan kuni va savol shundaki, nimaga O'zbekistonda shu afsonani, tirik afsonani heyterlari Cristiano Ronaldoga nisbatan ko'proq? Nima sababdan? Chunki Lionel Messi ularni yaxshi ko'rgan jamoasiga ko'plab gollar urgan va Cristiano Ronaldodan ko'proq sovrin yutgani uchun ham shunaqa deb o'ylayman. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Xo'p, meni fikrim shundaki, Lionel Messi rostdan ham futbol tarixidagi eng zo'r o'yinchilardan biri va rostdan ham Cristiano Ronaldodan ko'proq sovrinlar yutganligi va shu Real Madridga qarshi ko'proq effektliroq o'ynaganligi uchun ham o'ylashim bo'yicha O'zbekistonda uni heyterlari ko'proq. Xuddi shunaqa Real Madrid afsonasi Cristiano Ronaldo haqida gapirsak ham bo'ladi, lekin baribir Lionel Messini heyterlari negadir ko'proq do'stlar. O'ylashim bo'yicha bu insonni heyt qilish kerak emas, shunchaki hurmat qilib qo'yish kerak bo'ldi.